Shahriy o'rtoq, men Peterdaman o'rtoq, Ermitaj muzeyida qara. Mana shunaqangi million dollarlik rasmlarni ilib qo'ygan joylar. O'z ko'zim bilan ko'rib o'tiribman joylar. Sen kelmagansan-a bunaqa joylarga? Qara, mana rasmni borku Leonardo DiCaprio chizgan ekan. O'zi qo'li bilan chizgan o'sha davrlarda. Sen bunaqa narsalarni ko'rmagansan. Bo'pti, davay, paka. Videochani jo'natib bir jo'ramni kuydiray. Mashinaga tursin, nima ketmayapti bu? Nima ketmayapti? Uğurcuğum, yaxshimisiz? Yaxshi bo'lyaptimi? Assalomu alaykum. Rustam, Yaxshimisiz? Iye, aka gapiyo sizni ko'rib qursaman. Bitta video qilay jo'ramga. Shahriy qara, men kimni ko'ryapman? Rustam Rahmonovni videoda ko'rdim. Nima настроениyangiz yo'q bunday? Jo'ramni kuydiraman deb Ermitajdan video qiluvdim, jo'natsam ketmayapti, qotib yotibdi. Endi Rossiyadan hozir ketmaydi-da videolar. Chunki VPN'ingiz yo'qda. Unga VPN kerakmi? Конечно. Bu qayerdan olaman? Magazinda bormi VPN?